Men boshiga tishim og'ridi deb o'yladim. Tishimni davolatib ko'rdim. Undan keyin ham qolmadi. Keyin bir necha marta davolangandan so'ng doktorlar aytdi, uchloqli nerv shamollagan deydi. 3-4 martalab doktorda yotdim, lecheniyalar oldim. Bu kasallik menda 7-8 yildan beri boshlangan. Paytlar qolib ketadi, bir paytlar jonli tutadi. Shu lecheniyalar oldim, davolandim. Tabletkalar yeb turardim. Kuniga 3-4 martalab. Karbamazepin, midepsin, mezakar, vaqtinchalik to'xtatardi, keyin yana boshlanardi. Bu yerni qayerdan topdingiz? Shu YouTube'dan o'zingiz ko'rdingiz. Ko'rib, havas qilib keldim. Hozirgi holatingiz qanaqa operatsiyadan keyingi? Ya'ni oldingiga nisbatan og'riqlar qanday? Yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Og'riq hali bo'lgan yo'q operatsiyadan keyin? Yo'q. Operatsiyani o'rnini ko'rsata olasizmi? Deyarli bilinmay ham qolibdi. Shu dard bilan og'riganlarga nima maslahat bera olasiz? Mana o'zingiz boshingizdan o'tkazdingiz. Yo'q, menga o'xshaganlar bo'lsa, shu yerga kelsin. Shifo izlab yurganlar bo'lsa, dardiga darmon bo'ladi. Bu dardning davosi yo'q ekan. Shu yerga kelganlar